Hello YouTube do'stlar, sizlar bilan men Dilisa Ibrohimov do'stlar. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan nima qilamiz? Bugungi videoda biz Samsung telefonlarida qanday qilib mana bu ilovalarni yashirishni o'rgatib o'taman do'stlar. Bunday bo'lsa, birinchi o'rinda mana bu yerda nastroyka, telefon nastroykasiga kirib olamiz do'stlar. Nastroykaga kirib oldik. Keyin bu yerga ilovalar yashirish deb yozamiz. Mana ilova yozib qo'ysalaringiz chiqadi. Mana ilovalar yashirish mana turibdi, mana shu tugmani ustiga bosamiz do'stlar. Keyin yana ilovalar yashirish turadi, mana bu. Uni yana bosamiz. Va mana do'stlar. Endi hozir nimani yashiramiz? Masalan, mana YouTube ni yashirib qo'yamiz, mana. YouTube'ni bosamiz ustiga va o'qni bosib qo'yamiz. Va keyin mana bu yer borku, mana shu yerda miltisiga bunday bosib qo'yasizlar do'stlar. Mana. Keyin do'stlar mana. Keyin o'sha yerda mana bu tugmani bosasizlar va tahrirlash yoki barcha ilovalarni bosasizlar. Va mana bu yerda chiqadi do'stlar. Mana shu yerda YouTube topib kirib ketaverasizlar. Yoki tahrirlash bo'limiga o'tasizlar. Tahrirlashga kirasizlar va uni mana bu tomonga chiqarib qo'yasizlar. Bo'ldi. Bunday qilganingizda bir qatorda turadi do'stlar, mana. Shu bilan videomiz tugadi do'stlar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar va obuna bo'linglar. Unda bo'lsa xayr.